Folbin bilan jin o'rtasida qanchalik aloqa bo'ladi? Folbinlar jinlarga qanchalik ko'p itoat qilgan sari jinlar ularga itoat qiladigan bo'ladi. Folbinlar birinchidan o'sha folbinlikni bo'yniga olishi bilan dindan chiqib ketadi. Keyin esa kufr kalimalarini aytadi, kufroniy zikrlarni qiladi va kufr amallarni qiladi. O'shalardan masalan Qur'oni Karimni oyog'iga bog'lab hojatxonaga kiradi. Yoyinki najas qonlar bilan Qur'onni aksini, teskarisini qilib yozadi. Qur'oni Karimni yoqadi, hojatxonada ishlatadi. Shunga o'xshash juda yomon bir kufr ishlarni qilishligidan keyin, o'sha ishlarni qilganidan keyin jinlar bu folbinga itoat qila boshlaydi. Folbin qanchalik ko'p kufr, shirk, gunohlarning kattasini ko'p qilgan sari uning atrofidagi jin va shaytonlardan iborat bo'lgan lashkarlari shunchalik ko'paya boshlaydi. Keyin bular o'rtasida ittifoq bo'ladi. Bu folbin ularni Allohning nomi zikr qilinmagan yoki zikr qilinsa ham Allohga qo'shib boshqalarni qo'shib atalingan go'sht, suyak, qon shunaqa ovqatlar bilan ularni boqishlik, uning muqobiliga jinlar u kishi aytgan buyurtmadagi odamni nima desa o'shani ichiga kirib bajartirib berishlik bo'ladi. O'rtadagi shartnoma bitganidan keyin folbin asta-sekinlik bilan ishga kirishadi. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, folbinlar dinda emasligi, folbinlik qilishlik dinimizda yo'qligi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam folbinlikdan qaytargan, sehrdan qaytargan, 7 ta halok qiluvchi gunohdan saqlaninglar degan. Birinchisi Allohga shirk keltirishlik, ikkinchisi sehr deganlar. Va folbinlar dindan chiqib ketganda shak shubha yo'qdir. Agar ular bilmasalar, buni eshitib darrov ular tavba qilmoqliklari kerak. Lekin ular qilayotgan gunohlari bilan bu gunoh ishni qilayotganligini biladi. Folbinlik, magiya, sehr bularning hamma turi dinimizdan emas. Buni yaxshi biling. Endi qana qilib bu amalga oshadi? Buni keyingi mavzumizda davom ettiramiz.